Dala dashta tindi ish, mehmon bo'lib keldi qish osinjonlar. Kuz faslida biz qishga tayyorgarlik ko'ramiz. Ya'ni dalamizdagi barcha hosillarni yig'amiz, qish uchun saqlab olib qo'yamiz. Xurmo, behilarimiz pishib qolgan ekan, yorim bilan borib hammasini terib kelib oldik. Uyga kelsam pachag'im chiqib ketibdi, oyoq qo'llarim shunaqa og'riyapti. Ham asablarim ketgan, ham jismonan charchaganman. Shuning uchun bor edib ishlarimni tashlab, Farg'onadagi Perfect Body ayollar klubiga keldim osinjonlar. Yuringlar, sizlarga ham ko'rsataman. Voy-vo, bu Perfect Bodyning haybatini ko'rib ish qilib meni kirgizarmikin? Qimmat pasmikin deb oynadan mo'raladim. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb ichkariga kirdim osinjonlar. Atmosferani ko'rib og'zim lang ochilib qoldi. Shunda jag'imda yopdim-da, tez anu baxila degani bor ekan, o'shani kiyishga tushib ketdim. Bitta jirtang'i duganam aytdi, bu baxilani boshga kiyadi deydi. O'shanga ishonib men ham baxilani bittasini boshimga kiysam, bittasi otib qo'yadi. Hamshiralari chiqib qoldi. Opajon, bu oyoqqa kiyiladi deyshodi. Shunday ichkin uyalib ketdim. O'sha jirtang'ini hali ushlasam chachini bittalab yulasan. Voy osinjonlar, qaranglar, detskiy plashatkasi bor ekan. Maza qilib o'ynadim, kirib bolajonlaringizni qo'yib yuborsangiz bormi? Yayrashadi. O'zi erim to'g'ri aytganmi deyman, boladan farqi yo'qdi. Sizlar masajlarni olaverasizlar, bolalaringiz o'ynab bu yoqda maza qilib damdab ketasizlar. Osinjonlarim, yoshligimdan meni qo'lim, yelkam og'riydi. Qish keldi deguncha tamom. O'sha bitta qo'lim ishlamaydi. Qish kelishini, havo sovishini meni qo'lim og'rishidan bilamiz. Mabodo yomg'ir yog'sa 3 kun avval qo'lim og'rishni boshlaydi. Vrachni xonasiga kirib, "У меня голова болит, у меня душа болит, у меня bel болит" enasinikiga kirib ketgan. Nima qilay, jonim opam yordam bering desam, vahima qilmaysanlar, o'tiring, men sizga to'liq ma'lumotlarni beraman. Bularning hammasiga bizda yechim bor deb qoldilar. Xuddi psixologga dardimda aytgandek, nerpatolog opaga dardimda aytib yig'lab chiqsam, shunaqa halanchalik bor ekan. O'tirib olib maza qilib uchdim. Yoshligim esimga tushib ketdi osinjonlar. Qarasam, uzum sarg'ayib turibdi. O'zimizda Oltiariqda uzumimikin deb ekta olaman desam, yo'q, Farg'onaning suniy uzum ekan. Keyin uzilib ketdi osinjonlar. O'zi ham sharmanda bo'ldim. Keyingi safar kelganimda sizlarga bir yashik uzum olib kelaman dedim-da, bolalar xonasiga o'tdim. Onajonlar, farzandlaringizni bu joyga olib kelmasangiz aniq afsuslanasiz. Olib kelinglar, farzandlaringiz mazza qilib ketishsin osinjonlarim. Farg'onada yagona joy bo'lsa. Qaytganchalik sizlarga shunaqangi chiroyli qilib obzor qilib berganligim uchun kommentariyaga rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin, Dilafruz deb yozib ketsalaringiz ham bo'laveradi osinjonlar. Bu irjayib turgan oppoqqina chiroylikina qo'llari momoqqina opajonimiz yoniga kirgan ayollarimiz bo'lsa, kamida 10 yoshga yosharib chiqishadi. Chunki bu apparat Farg'onada yagona hisoblanadi. Sohiba 4 ta duganing bilan kelib 50 mingdan tashlashib, tuzli xonada mazza qilib damda olib, orada tuzlardan olib yalab ko'rib ketishga nima deysan? Bu videoni sohibalarga tashlab qo'yasizlar. Orada o'zim tuzini yalab ko'rdim, rosa kasim ekan. Qaytganchalik narxlari men o'ylaganchalik qimmatbas ekan. Uyda o'tiradigan oddiy osinjonlarim uchun ham to'g'ri keladi. Hamma bob va hamyonbob har bir ayol o'zini sevishga haqli.